Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimizlar, tuzimizlar. Kechirganda bezovta qildim. Bizning mana ko'chalarimiz asfalt, oyoqlarim shiroq ketib bo'layapti. Mana eshitilayotgan bo'lsa, addushi hammasi zo'r. Xudoyimga shukr. Ko'chalarimiz tiniq. Asfaltlar bo'ldi. Maza qilib yuribmiz endi mana. Yomg'ir ham addushi mayin bo'lib yog'yapti. Kechirganda hammanglarni bezovta qildim. Do'stlar va opalar va ukalar va singillar. O'tda mana kunlar chiroyli qo'yishibdi bu tomonaga. Bizning mahalla ham güzel oldu. Sentr olup. Yaxshi kayfiyat olup. Bu yoqqa qum yo'q ekan. Yana ovoz eshitilyapti mana. Hammasi zo'r. Xudoyimga shukr. Lekin mashina bilan kirgizmadi. Piyoda kirib kelyapman. Bir kun turish kerak ekan. Bir kun, 1,5 kun turish kerak ekan. Shunda yana ham zo'r bo'lib qolardi. Asfaltlarimiz. Ko'cha boshidan kirib kelyapman. Do'stlar. Asfalt yo'q ko'chalarga yaxshi niyatdamiz. Ilohim ular ham niyatiga yetsin bizga o'xshab. Ularni ham ko'chalari asfalt bo'lsin. Hammanglarga yaxshi dam olinglar.